Uyingizni isitishi yagona yo'li to'pli pol emas. To'pli polni xohlaganini qiling, radiatorni istalganini qo'yib turib, isitish tizimini xohlagancha qiling. Agarda tashqari tarafdan bo'layotgan izolyatsiya yaxshi bo'lmasa, u isitishingiz befoyda. Izolyatsiya o'zi juda ham ko'p tarafdan bo'ladi. Tomdan, devordan, poldan. Keling, men siz boshingizni achishmayman deb eng oson yo'li. Hozircha faqat to'pli poldan boshlab turdik. Men sizga taklif qilayotgan mana bunaqa matlarni aka, siz polga qo'yganingizda pastaga chiqayotgan zaxni umuman yo'qolib ketishini va sizni shlankingizdagi issiqlik faqat tepaga harakatlanish haqida ma'lumotingiz bormidi aka? Tokka bekordan bekor yoki gazga bekordan bekor xarj qilib yotasiz aka va sizni uyingiz eng asosiysi isimaydi. Agarda siz bu matlarni ishlatsangiz, sizni elektr energiyangiz ham tejalgan bo'ladi. Bu matlarimizni Yevropa yoki umumiy rivojlangan davlatlarda mukammal va har doim ishlatilish haqida ma'lumotlarni juda ko'p mana profilni berib borganman aka. Agar sizga qurilish haqida juda ham ko'p foydali ma'lumotlar qiziq bo'lsa, hozirroq obuna bo'lib qo'yasiz aka. Video ko'pchilikka yetib borishi aka bitta like tugmasini bosib qo'ysangiz, hammaga yetadi va ko'pchilikga manfaatli bo'ladi. Eng asosiysi, mana bu matlarimizning narxi davlat sirmi? Yo'q aka, davlat sir emas. Buni narxi atiga 29 ming so'm. Usta aka, siz shu matdan ishlatyapsizmi? Siz ham nima ishlatishni bilasiz? Xullas aka, ham arzoni, ham tezi, ham sifatlisi mashamat bo'ladi. Agarda sizda qanaqadir fikringiz bo'lsa, aka, xohlagan fikringizni kommentariyada qoldirsangiz bo'ladi. Eng asosiysi aka, sizni issiq sovug'ingizni o'ylayotganlarni yomon gumonda bo'lmaysiz. Videoga like bosib, yaqinda tashlab qo'yasiz. Assalomu alaykum.